turibdi. Salom qizlar. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshi, o'zinglar o'zinglar? yaxshimi? Mahqab gaplashyapsizlar? Biz volontyorlik haqida gaplashyapmiz. Volontyorlik. Nima u? Volontyorlik klubimiz Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining ijtimoiy ish kafedrasiyasida tashkil etilgan hisoblanadi. Hozirgi kunda ushbu klubimizda 200 dan ortiq yoshlar o'z faoliyatlarini olib borishmoqda. Volontyorlik klubimiz orqali biz qariyalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yoshlar, undan tashqari zo'ravonlikka uchragan ayollarga ham amaliy, ham ma'naviy yordamlar ko'rsatib, ularni qo'llab-quvvatlab kelmoqdamiz. Undan tashqari klubimizning asosiy maqsadi o'quv yurtidagi talabalarni ijtimoiy faollikka, ko'ngillilikka va jamoatchilik xizmatlariga jalb qilish orqali ularda mas'uliyat, hamjihatlik va rahbarlik salohiyatini rivojlantirishdan iborat. To'xtanglar. Faqat ikkalaveringlar. Yana bormi volontyorlar? Bor albatta, bizning volontyorlik klubimizda juda ham ko'p yoshlar o'z faoliyatini olib borishmoqda. Abduqodir Muhammadali, yigitlar yaxshimisizlar? Bu qizlar bizning faoliyatimizga qiziqishyapti. Shu haqida bularga ma'lumot bersalaringiz. Bizning volontyorlik klubimiz tashkil etilgan va undan tashqari uning bizning shiorimiz bor. Bizning shior yaxshilik sari birgalikda deb ataladi. Bundan tashqari biz yaqindagina volontyorlik klubimiz bilan birgalikda amaliy ish tashkil etganmiz. U ekologik muhit deb anglatiladi. Faoliyatimiz davomida 100-chi ixtisoslashtirilgan maktab internetida turli xil bayram tadbirlarini amalga oshirganmiz. Bundan tashqari birinchi taskin nomli bolalar kursida mehrli, savobli ishlarni yanada keng ko'lamda amalga oshirganmiz. Qisqacha mazmuni shundan iboratki, o'sha volontyorlik klubidagi umumiy volontyorlarni hammasini mana shunday mehrli, savobli ishga yanada keng jalb qilish. U holda biz ham qo'shilsak nima deysizlar? Bizning safimiz kengayganda biz yanada xursand bo'lamiz. Mana bu belgilama. Rahmat. Tabriklayman qo'shilganingizga. Demak biz volontyormiz.